Sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun uyda makiyaj qilib ko'ramiz. Bundan oldingi videoda ham aytib o'tganimdek, men makiyaj qilishga professional emasman. Shunchaki o'zim uchun bilaman, ya'ni yengil makiyajlarni. Lekin sinab ko'rmasdan bilib bo'lmaydi, nima o'xshab, nima o'xshamasligini. Aynan shuning uchun birgalikda uyda chiroyli makiyaj qilishni sinab ko'ramiz. Birinchisi bo'lgani uchun oddiy makiyaj tanlashga harakat qildim. Mani yuzim уже namlangan, davomini birgalikda qilamiz. Hammasini boshdan boshlaymiz. Ko'zimga konsiler qo'ymabman-u. Bo'ldi, adashmaymiz. Boshidan qaytaramiz. Birinchi bizga konsiler kerak bo'ladi. Ko'zimga kirib ketganini qarang. Davom etamiz. Taslim bo'lish yo'q. Ko'zimiz tayyor. Endi bizga qora qalam kerak bo'ladi. Vatni palichkada shunchaki bitta mamlaqa qilamiz. Уже o'chib ketdi-yu, yarmi. Vatni palichkada mamlaqa to'qchiga kerak bo'ladi. Ko'zimizning tugashiga bitta tochka. Meni ko'zim unaqa uzun bo'lmagani uchun 2 dona qilaman. Ko'z o'rtasiga, pastki qismiga ham xuddi shunaqa qaytaramiz. Oxirgi o'rtasiga. Men o'zim ham o'rganaman, sizlarni ham o'rgataman, hal ko'rasizlar. Endi muhim harakat, shunchaki bitta yurg'izamiz. Bitta harakat bilan bola ham o'xshamadi, o'zimiz to'g'rilab chiqamiz. Endi menga aytinglarchi, mana bu opamizning ko'zlari nimaga mamlatlari birdaniga qorayib qoldi? Biz ham qoraytirib olishimiz kerak. Bizga mana shunaqa yaltiroq kerak bo'ladi. Mamlaq qilib yurg'izasizlar xolos. Ha? Zo'r-ku. Oddiy bo'yanib yuribman, mana bo'yanishni bilaman deb. Vau! Hozircha effekt menga hech yo'qdi. Agar ko'zinglarni mana bu qismiga ham qora strelka qilish yarashsa, qilib olinglar, juda ham zo'r turar ekan. Menga yarashmaydi lekin. Endi уже tosh qo'yishimiz kerak, lekin men buni ko'ryapsizlarmi? Menga strelka yoqmadi. Qanaqadir yarki temniy chiqmaganda, g'alati chiqqan. Buni biz o'zimiz to'g'rilaymiz. Bizga любой mana shunaqa ploskiy kistichka kerak bo'ladi. Qop-qora teng kerak bo'ladi. Mana shu strelkani ustidan ozgincha bo'yab olamiz. Boya men bu opamiz qaytargan harakatlarni qaytaramiz. Menga juda ham yoqdi. Va oxirgi o'zingizlar yoqtirgan tush, agar mana shu makiyajga kiprik yopishtirsanglar, undan ham zo'r bo'ladi. Объемный qilib qo'yishimiz kerak. Endi ko'zlarimga o'zingizlar baho beringlar. To'g'ri, bu makiyaj bitta harakatda o'zida o'xshamas ekan, lekin o'zingizlar to'g'rilab qilsangiz, juda ham oson bo'lishiga qaramasdan vulgarniy ko'rinadigan makiyaj ekan.